Endi familiyasini o'zgartirib Rossiyaga kirmoqchi bo'lgan chet el fuqarolariga nisbatan jinoyat javobgarlik qo'llanmoqda. O'zgartirsangiz ham, ko'rinishingizni o'zgartirsangiz ham baribir biometriyadan daniyalaringiz chiqib keladi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan Uskum TV kanali, sizlar Uskum TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugun sizlarga aytadigan xabarlarim musofirlarimiz uchun bo'ladi. Ha, bu ayni siz uchun bo'ladi. Rossiyadan deportatsiya bo'lib yana kirmoqchi bo'layotganlar, pasportimni o'zgartirsam, biometrik отпечаткамni o'zgartirsam kirib ketaman deganlar uchun bo'ladi. Ehtiyot bo'ling va ogoh bo'ling. Endilikda shunaqa yo'llar bilan Rossiyaga kiradigan bo'lsangiz, sizni qamoq jazosi kutmoqda. Videoni oxirigacha ko'ring, batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz va tushunib olasiz. Qani bo'lmasam videoni ko'ramiz, ketdik. Endi familiyasini o'zgartirib Rossiyaga kirmoqchi bo'lgan chet el fuqarolariga nisbatan jinoyat javobgarlik qo'llanmoqda. Masalan, Orenburskiy oblastida bir Tojikiston fuqarosi shu zapretga ega bo'lgan familiyasini o'zgartirib chegaradan o'tmoqchi bo'lganda biometriya tizimi orqali aniqlangan, uni zapret ham chiqib kelgan. Shu zahot qo'lga olinib, sud orqali 1 yil va 5 oyga koloniya strogiy rejimga yuborilgan. Va bunday holatlar Rossiya bo'yicha endi ko'payib kelmoqda. Shuning uchun do'stlar, ogoh bo'linglar. Agarda siz Rossiyaga zapretga ega bo'lsangiz, shu reyestrga tushib qolgan bo'lsangiz, familiyani o'zgartirsangiz ham, ko'rinishingizni o'zgartirsangiz ham baribir biometriyadan daniyalaringiz chiqib keladi. Mana o'zingiz videorolikni oxirigacha ko'rdingiz. Bahram Ismoilov aniq fakt bilan xabar beradi, bilasizlar. Buni ko'rmaganlar uchun men sizlarga aynan yetkazib qo'yishni o'zimga lozim topdim. Aziz podpishchiklarim, musofirlarim. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangizlar ogoh bo'linglar, videoni tanishlarga jo'natinglar. O'zbekistondan deportatsiya bo'lib, yaxshi ishim bor edi, yana qaytib kelishim kerak, yaxshi daromad topardim deydiganlar, pasportini o'zgartirib kiraman deb o'ylamanglar. Yana deport bo'lib, qamalib qolishlaringiz mumkin. Shuning uchun ogoh bo'lamiz. Videoni kengroq maksimalni like bosib tarqatamiz, kommentariy ham ko'proq qoldiramiz. Videomiz shu kengroq auditoriyaga tarqalishligi uchun. Kanalga obuna bo'lib, bitta-bittadan like bosishni esdan chiqarmanglar. Obuna bo'lsangizlar, Xudo xolasa sizlarga qaynoq shunday kerakli bo'ladigan, foydali bo'ladigan yangiliklarni sizlarga yetkazib boraman. Sizlar bilan Uskum TV kanali bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingizni asrashga majbursiz. Keyingi videoliklarda ko'rishguncha xayr.